Nimaga BYD Denzaga ko'proq e'tiborni qaratyapti aka? Yo'q, bu men sizni gapingizga qo'shilmayman. BYD hammasiga qaratyapti. Ya'ni Yangwangga ham, Denzaga ham, ana Fangchenbao Leopard. Leopardga ham, BYDga ham nimaga desa, o'sha любой segmentdagi mashina, любой turdagi mashina bor. Любой xarakterga mashina bor. Ya'ni kichkina mashina xolavasdan Sigo bor, допустим. Kattaroq pikap kerak bo'lsa Shark bor. Tezroq mashina desangiz xilma-xili bor. Yo, menga oilaviy crossover kerak bo'lsa o'sha C-Line 06 bor. Champion Song Plus Sprite bor. Har xil mashinalar bor. Menga tez kabriolet desa, hozir menda Denza chiqdi. Denza Z degan chiqdi. O'zimizga ham yoqdi. Balki bittasini olib kelamiz. Sababi o'sha Porschega qiziqadigan, 911 ga qiziqadiganlarga menimcha mamnun keladi. O'zi oldindan shu kabrioletlar yoqardi. Qanaqa o'sha O'zbekistonda ham 5-6 tasini ko'rganimizdan keyin shu imенно shu Denza Z, o'sha Xitoyda 40 ming ekan, shuni olib kelmoqchi bo'lib turibmiz biz hozir. Zo'r. Ya'ni ichingiz bo'yicha hamma segmentni egallay olmoqchi.